Assalomu alaykum hammaga. Korzinkadan oluvdim. Bozorlik qiluvdim. Mana cheki. Hammasini tekshirib chiqdim. Nima uchun? Bir video ko'rib qoldim YouTube'da. Korzinkada xato hisoblab beribdi. Taxminan 50 ming so'mga. Men demoqchimanki, bu endi kassirga bog'liq. Chunki mana meni chekimda xatolik yo'q. Yunusobod 19-kvartaldagi joylashgan Korzinka Korzinkada bunday xatolikda men ko'rmadim. Xato qilishmaydi. Menda xato yo'q mana. Hisoblab chiqdim. Mana bunday qog'ozga yozib va tekshirdim. 200 bu yerda qancha? Qaniydi? Mana 209 ming bo'ldi. Menda ham 209 ming chiqdi. Demak, bu endi nima deydi? Kassirga bog'liq deb tushunaman men. Internetda ko'rgan videomda atayindan deb gapirildi-da, endi meni tushuncham bo'yicha ataylab bu qilinmasa kerak deb. Bu meni fikrim. Endi xato nima deydi? Xato urishi mumkin. Hammamiz ham adashishimiz mumkin. Shuning uchun e'tiborli bo'lish kerak deb tushunaman. Hamma o'z ishini puxta bajarsa, bunday xatoliklar bo'lmaydi. Meni oldi sotdimda xarid qilgan joyimda Korzinkada hech qanday xatolik yo'q.